Bu voqea o'tgan yili kuzda bo'lgan edi. Sherlock Holmesning huzurida allaqanday juda semiz, o'rta yoshlardagi qizg'ish malla kishi o'tirardi. Men ichkariga kirmoqchi bo'ldim-u, lekin ikkovlarini qizg'in suhbat ustida ko'rib, chiqib ketishga shoshildim. Ammo Holmes meni xonaga sudrab olib kirib, eshikni berkitdi. "Kelganingiz ayni muddao bo'ldi, azizim Watson", dedi u muloyimgina. "Sizlarga xalal bermay", dedim. "Nazarimda banddek ko'rindingiz." "Ha, bandman. Juda bandman." "Narigi xonaga chiqib kutib tura qolsam bo'lmasmikin?" Yo'q. "Mr. Wilson", dedi u semiz kishiga murojaat qilib. "Bu jentlmen muvaffaqiyatli chiqqan tadqiqotlarimning ko'pchiligida menga ancha-muncha do'stona yordam ko'rsatgan. Aminmanki, sizning ishlaringizda ham foydasi tegsa kerak." Semiz kishi o'tirgan yeridan sal qo'zg'alib menga bosh irg'adi. Uning semizlikdan qisilib ketgan kichkina ko'zlari menga sinchkovlik bilan tikildi. "Mana bu yerga divanga o'tiring", dedi Holmes. U kresloga o'tirdi va o'yga toladigan vaqtlarida odatdagidan ko'ra ikkala qo'lini uchlarini chirmashtirdi. "Bilamanki, azizim Watson", dedi u, "siz mening hamma g'ayrioddiy narsalarga, kundalik hayotimizning maromini buzadigan hamma narsaga ishqiboz ekanligimni ma'qullaysiz. Agar sizda shu g'ayrioddiy voqealarga ishqibozlik bo'lganda, mening kamtarona sarguzashtlarimni shu qadar zavq-shavq bilan yozib bormas edingiz. Zotan, sidqi dildan aytishim kerakki, sizning ba'zi hikoyalaringizda mening faoliyatim bir qancha bo'yab ko'rsatiladi. Rostini aytganda, sizning sarguzashtlaringiz menga hamisha nihoyatda qiziq bo'lib tuyulardi", deb e'tiroz bildirdim men. "Kuni kechagina sizga eng zo'r xayol kuchi ham kundalik hayotimizda uchraydigan g'ayrioddiy va alomat hodisalarni tasavvur etishdan ojiz degan edim shekilli. Men o'sha zahotiyoq bu fikringiz unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak degan edim. Shunga qaramay, doktor, meni haq deyishga majbur bo'lasiz. Aks holda sizni shu qadar son sanoqsiz ajoyib va g'aroyib faktlarga ko'mib tashlaymanki, fikrimga qo'shilishga majbur bo'lib qolasiz. Mana aqalli hozir menga Mr. Jibez Wilson aytib bergan voqeani olaylik. Bu voqea bo'lib o'tgan vaziyat mutlaqo sodda, oddiy, holbuki umrim bino bo'lib bunday voqeani eshitgan emasman. Mumkin bo'lsa, Mr. Wilson, hikoyangizni takrorlasangiz. Buni sizdan do'stim Dr. Watson hikoyaning boshini eshitsin debgina iltimos qilayotganim yo'q. Men o'zim ham har bir ikir-chikir tafsiloti bilan mumkin qadar yaxshiroq tanishib chiqsam. Odatda menga biron hodisani hikoya qila boshlaganlarida shunga o'xshagan minglab hodisalar esimga tushadi. Ammo e'tirof etishga, men hech qachon bunga o'xshagan voqeani eshitgan emasdim. Semiz mijoz biroz g'ururlangan namo ko'kragini kerib, paltosining ich cho'ntagidan g'ijimlangan bir gazeta oldi-da, uni tizzasiga yozib qo'ydi. U bo'ynini cho'zib bosilgan e'lonlarga ko'z yugurtirarkan, men boshdan oyoq razm solib, Sherlock Holmesga taqlidan uning kiyimi va tashqi qiyofasiga qarab, kim ekanini bilib olishga tirishdim. Afsuski, mening kuzatishlarim deyarli hech qanday natija bermadi. Bir ko'rishdayoq uning o'ziga bino qo'ygan, befarosat, tepsa tebranmas, oddiygina bir mayda do'kondor ekanini payqash mumkin edi. Katak kulrang shimi beo'xshov, kirgina, qora suyurtugining tugmalari solinmagan, qora nimchasi ustida tilla suvi yuritilgan yo'g'on mis zanjir yiltirar, uning uchida jevak o'rnida parma bilan teshilgan allaqanday bir to'rtburchak me parchasi osilib turar edi. Nimdoshgina silindri va g'ijim baxmal yoqali, o'ngib ketgan qo'ng'ir paltosi
yonginasidagi stulda yotardi. Xullas bu odamga qancha razm solmay, uning qizg'ish sochidan boshqa ko'zga tashlanadigan joyini ko'rmadim. Uning qandaydir xunuk bir voqeadan sarosimada ekanligi ko'rinib turardi. Mening mashg'ulotim Sherlock Holmesning sinchkov nazaridan chetda qolmadi. Albatta bu kimga ayonki, dedi u tabassum bilan. Bizning mehmonimiz bir vaqtlar jismoniy mehnat bilan shug'ullangan. U burnaki iskaydi. Frank masonlaridan. Xitoyda bo'lgan. So'nggi oylarda ko'p xat yozishga to'g'ri kelgan. Bu ayon oshkor faktlardan boshqa hech narsani payqay olmadim. Mr. Jibes Wilson kreslodan sapchib turdi va shahodat barmog'ini gazetadan olmay oshnamga tikilib qoldi. Siz bularni hammasini qanday qilib bilib oldingiz, Mr. Holmes? Deb so'radi u. Masalan, siz mening jismoniy mehnat bilan shug'ullanganimni qayoqdan bilasiz? Darhaqiqat men o'z faoliyatimni kemasoz duradgorlikdan boshlaganman. Buni qo'llaringiz aytib turibdi, muhtaram ser. O'ng qo'lingiz chap qo'lingizdan kattaroq. Siz shu qo'lingiz bilan ishlagansiz, shuning uchun mushaklari baquvvatroq bo'lib qolgan. Burnaki iskashimni-chi? Frankmasonligimni-chi? Frankmasonligingizni payqash qiyin emas, chunki siz jamiyatingizning qat'iy nizomiga amal qilmay, yarim doira va doira tasviri bor ilgakli tugma taqib yuribsiz. Bu esimga ham kelmabdi. Ko'p yozishga to'g'ri kelganini qanday payqadingiz? Yiltirab ketgan o'ng yengingiz bilan chap yengingizning tirsagi atrofidagi taqir bo'lib qolgan movut yana nimadan guvohlik bera olishi mumkin? Xitoyda bo'lganimni-chi? O'ng bilagingizda ko'rinib turgan baliqcha tasviri Xitoydagina chekilgan bo'lishi mumkin. Men tatuirovkalarni o'rganganman. Ular haqida hatto maqolalar yozganman. Baliq tangachalarini nafis pushtur bilan bo'yash odati faqat Xitoygagina xos. Soatingizning zanjiridagi Xitoy tangasini ko'rganimdan so'ng Xitoyda bo'lganingizga uzil-kesil qanoat hosil qildim. Mr. Jibes Wilson qahqahlab kulib yubordi. Shunaqa deng, dedi u. Men avvaliga siz bularni allaqanday alomat yo'llar bilan topyapsiz shekilli deb o'ylagan edim. Endi bilsam, osongina topayotgan ekansiz. Fikrimcha, Watson bunday xulosaga qanday yo'l bilan kelganimni tushuntirib xato qildim shekilli, dedi Holmes. O'zingizga ma'lumki, omne ignotum pro magnifico. Agar men rostgo'y bo'lsam, kamtarona shuhratimga putur yetadiganga o'xshaydi. E'lonni topdingizmi, Mr. Wilson? Topdim, deb javob berdi u, yo'g'on qizil barmog'ini gazeta ustunining o'rtasiga nuqib turar ekan. Hamma ish shundan boshlandi. O'zingiz o'qib ko'ring, ser. Men gazetani olib o'qidim. Mallalar uyushmasi. Lebanonlik marhum Lezekiya Hopkinsning vasiyatiga binoan uyushmaga yana bir kishi ishga olinadigan bo'ldi. Haftasiga muayyan ish uchun 4 funt sterling naqd maosh beriladi. Es-hushi joyida, zehni o'tkir, 21 yoshdan kam bo'lmagan har bir malla tusli kishi bu ishga yaroqli topilishi mumkin. Uyushmaning Fleet Street Popscore'dagi idorasiga dushanba kunlari soat 11 da shaxsan Duncan Rossga murojaat qilinsin. Jin ursin, bu nima degani o'zi? Deb yubordim men. Ana shu g'alati e'lonni 2 bor o'qib chiqarkanman. Holmes sassizgina kuldi-da, kresloda o'tirgan joyida g'o'janak bo'lib oldi. Bu uning
rosa huzur qilayotganidan dalolat beruvchi edi. Chakana e'lon emas-a, nima deysiz? Dedi u. Xo'sh, Mr. Wilson, hikoyangizni davom ettirib, o'zingiz haqingizda, uyingiz haqida, bu e'lon sizning hayotingizda qanday rol o'ynagani haqida gapirib bering. Siz esa doktor, mumkin bo'lsa, bu qaysi gazeta ekanini, qachon chiqqanini yozib qo'ysangiz. Ertalabki xronika 1890-yil 27-apreldagi soni. Roppa rosa 2 oy burun chiqqan ekan. Juda soz. Davom ettiring, Mr. Wilson. Ilgari aytganimdek, Mr. Sherlock Holmes, dedi Jibes Wilson peshonasini artib. City yaqinidagi Saxonberg Square'da kichkinagina bo'nak kassam bor. Ishlarim ilgari ham uncha yaxshi emas edi. So'nggi 2 yil davomida esa undan keladigan daromad amal taqqal bilan tirikchilik o'tkazib turishgagina yetardi. Bir vaqtlar 2 yordamchim bor edi. Hozir esa bitta. Unga haq to'lashim og'ir edi-yu, ammo u mening ishimni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lish uchun yarim maosh evaziga ishlashga rozi bo'ldi. O'sha qimmatli yigitchaning oti nima? Deb so'radi Sherlock Holmes. Nomi Vincent Spaulding. Uni yigitcha deb bo'lmaydi. Yoshi nechadaligini aytish qiyin. Undan epchilroq yordamchi topishim maqol. Uning mensiz ham kuni o'tib 2 barobar ortiq pul topa olishini ham juda yaxshi tushunaman. Modomiki u mamnun ekan, unga o'z manfaatlariga putur yetkazadigan fikrlarni uqtirishimni nima hojati bor? Darhaqiqat, nima hojati bor? Nazarimda juda omadingiz kelgan ekan. Siz yordamchingizga uning bajaradigan ishiga boshqalarga qaraganda 2 barobar kam haq to'larkansiz. Bizning davrimizda bunday betama xizmatchilar kamdan kam uchraydi. Yordamchimning kamchiliklari ham bor, dedi Mr. Wilson. Surat olishga bunaqangi ishqiboz odamni hech qachon uchratmagan edim. Ish haqida u ish vaqtida apparatini shaqillatgan. Keyin esa xuddi quyon iniga urib ketgandek yerto'laga sho'ng'iydi-da, plastinkalarni doriga solib ochiltiradi. Uning katta nuqsoni shu. Umuman esa chakki xizmatchi emas. U hozir ham xizmatingizni qilib turgan bo'lsa kerak. Ha, ser. O'sha-yu amal taqal qilib, ovqat pishirib, uyni supur-sudur qilib turadigan 14 yashar qizaloq. Boshqa hech kimim yo'q. Xotinim o'lib ketgan, bolalarim ham yo'q. Uchalovimiz tinchgina turmush kechirayapmiz, ser. Uyning chirog'ini yoqib, ijara haqini to'lab turamiz. Ko'rgan kechirganimiz shu. Bu e'lon bizni yo'ldan adashtirdi, deb gapini davom ettirdi Mr. Wilson. Bugun roppa-rosa 8 hafta bo'ladi. Spaulding qo'lida shu gazeta bilan idoramga kirib kelganiga qani endi meni ham Xudo malla qilib yaratgan bo'lsa, Mr. Wilson. Nega deb so'radim men. Mana, dedi. Mallalar uyushmasida yangi o'rin tayin qilinibdi. Bu o'rinni egallagan odam hazilakam daromadga ega bo'lmaydi. U yerda ishga kirmoqchi bo'lgan talabgorlardan ko'ra bo'sh o'rinlar ko'proq bo'lsa kerak. Vasiylar ham pullarni nima qilishlarini bilmay rosa boshlari qotayotgandir. Agar sochimning rangi o'zgarib qolganida bormi? Albatta o'sha serdaromad o'rinni egallardim. Mallalar uyushmasi nima degani o'zi? Deb so'radim men. Bilasizmi, Mr. Holmes, men yurumsak emasman. Ish ketidan quvmayman. Ish o'zi meni qidirib keladigan bo'lgani uchun ba'zan haftalab ostona xatlab ko'chaga chiqmayman. Shuning uchun ham olamda bo'layotgan ishlardan bexabar qolaman. Yangiliklarni hamisha maroq bilan eshitaman. Siz nahotki mallalar uyushmasi haqida hech qachon eshitmagan bo'lsangiz, deb so'radi ta'jub bilan Spaulding ko'zlari chaqchayib.
Hech qachon. Bu meni juda ham taajjublantiradi, chunki siz o'sha bo'sh o'rinni egallashga haq-huquqi bo'lganlardan birisiz-ku. Bu qancha daromad keltirishi mumkin deb so'radim. Yiliga 200 funt sterlingga yaqin, ortiq emas. Juda ham yengil ish. Buning ustiga ayni vaqtda har qanday boshqa ish bilan ham bemalol shug'ullanaversa bo'ladi. Tabiiyki, quloqlarimni ding qildim. Chunki mening muassasam so'nggi vaqtlarda juda oz daromad keltirmoqda. Yiliga qo'shimcha 200 funt esa ancha kunimga yarashi mumkin edi. Bu uyushma haqida bilganlaringizni aytib bering, dedim. O'zingiz ko'rib turibsizki, deb javob berdi Spolding menga e'lonni ko'rsatib. Mallalar uyushmasida bo'sh o'rin bor ekan. Mana bu adresi. Tafsilotlarini bilmoqchi bo'lsangiz, shunga murojaat qilishingiz mumkin. Bilishimcha, bu uyushmaga Lezekia Hopkins degan amerikalik bir dovdir tabiatli millioner asos solgan. Uning o'zi qizg'ish malla tusli bo'lib, dunyodagi hamma mallalarga xayrixoh ekan. U o'layotganida o'z vasiyatiga katta mablag' qoldirib, bu mablag'ni sochlari to'q malla tusdagi odamlarning qismatlarini yengillatishga ishlatishni vasiyat qilgan ekan. Aytishlaricha, bu baxtiyor odamlarga tuppa-tuzuk maosh to'lasharmish. Ulardan deyarli hech qanday ish talab qilishmasmish. Axir malla odamlar million-ku, dedim men. Ularning har biri ham bo'sh o'rinni egallagisi keladi. Siz o'ylaganchalik ko'p emas ular, deb javob berdi u. Ko'rib turibsizki, e'lon faqat londonliklarga, shunda ham katta kishilarga qaratilgan. O'sha amerikalik Londonda tug'ilib, yoshligini shu yerda o'tkazgan. O'zi tug'ilib o'sgan shaharga vali ne'matlik qilmoqchi bo'lgan. Bundan tashqari, eshitishimga qaraganda, mallalar uyushmasiga sochlari och malla rang yoki to'q malla rang shaxslarning murojaat qilishlari foydasiz. U yerda sochlari yorqin, ko'zni qamashtiradigan qizg'ish malla tusdagi kishilarnigina ishga olishar ekan. Agar siz bu taklifdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, Mr. Wilson mallalar uyushmasining idorasiga kirib borsangiz kifoya. Ammo bir necha 100 funt deb asosiy mashg'ulotingizdan alahsirab yurishingizning ma'nosi bormikan? O'zlaringiz ko'rib turibsizki, jentlmenlar, mening sochim yorqin, serjilo tusga ega bo'lgan to'q mallarang soch. Mallalar raqobat qilib qolganlarida ham baribir men bu bo'sh o'rinni egallasam kerak deb o'ylagan edim. Vincent Spolding bu ishdan har tomonlama xabardor bo'lganligi uchun menga katta yordam berishi mumkin edi. Shuning uchun ham darchalarni kechgacha yopib, meni uyushma binosiga kuzatib borishni buyurdim. U bugun ishdan ozod bo'lganiga juda sevinib ketdi. Biz idorani berkitib, e'londa ko'rsatilgan adresga qarab jo'nadik. U yerda shunday bir tomoshani ko'rdimki, Mr. Holmes, bunday tomoshani endi sira ham ko'rolmasam kerak. Shimoldan, janubdan, sharqdan, g'arbdan kimningki sochi sal-pal malla tusli bo'lsa, e'lonni o'qiboq sitiga yopirilib kelaveribdi. Fleet Streetda mallalar tirband bo'lib ketgan. Popscourtda esa apelsin furushning g'altak aravasiga o'xshar edi. Men hech qachon Angliyada shuncha bordur deb o'ylamagan edim. Bu yerda mallarang tusning har xil turlari bor. Poxol rang, limon rang, qizg'ish rang, g'isht rang, Irland setterlari tusidagi, safro tusidagi, loy tusidagi ranglar bor. Ammo Spolding aytganidek chinakam yorqin, qizg'ish mallarang tusdagi boshlar bu yerda juda oz edi. Shunga qaramay,
bu yerga to'plangan olomonni ko'rib umidim puchga chiqay deb qoldi. Spolding esa bo'sh kelmadi. Qanday evini qilganini bilmayman, u jon jahdi bilan tiqilib suqilib meni xaloyiq orasidan olib o'tdi. Biz idora zinapoyasi oldiga yetib bordik. Odamlar turna qator tizilib zinapoyadan chiqib tushib turar edi. Ba'zilari umid ishtiyoqi bilan chiqib borishar, ba'zilari esa ma'yuslik bilan tushib kelishar edi. Biz oldinga yorib o'ta tez orada idoraga kirib bordik. Siz juda qiziq duch kelib qolibsiz, dedi mijozi xotirlab olish uchun bir chimdim burnaki iskab indamay qolarkan. Marhamat, hikoyangizni davom ettiring. Idorada ikkita yog'och stul bilan oddiygina qarag'ay stoldan boshqa hech narsa yo'q. Unda mendan ham mallaroq kichkina bir odam o'tirardi. U stol oldiga kelgan nomzodlarning har qaysisi bilan bir ikki og'iz so'zlashib, ularning har qaysisidan qanday bo'lmasin bir nuqson topardi. Aftidan bo'sh o'rinni egallash uncha oson emas edi. Biroq biz o'z navbatimizda stolga yaqinlashib borar ekanmiz, kichkina odam meni boshqa nomzodlarga qaraganda anchagina xushmuomalaroq qarshi ichkariga kirgan zahotimizoq biz bilan xoli gaplashish uchun eshikni ichkaridan berkitib qo'ydi. Bu kishi Mr. Jibes Wilson, dedi yordamchim. U uyushmadagi bo'sh o'rinni egallamoqchi edi. U bu o'ringa juda munosib, deb javob berdi haligi odam. Men ko'pdan beri bunday ajoyib sochni ko'rishga muyassar bo'lmagan edim. U bir qadam orqaga tashlab, boshini bir tomonga qiyshaytirdi-da, sochlarimga shu qadar uzoq tikilib qoldiki, men juda o'ng'aysizlandim. Keyin birdan oldinga tashlanib, qo'llarimga yopishdi-da, qizg'in tabrikladi. Men hardam xayollik qilsam insofdan bo'lmas, dedi u. Biroq ishonamanki, ba'zi ehtiyot choralarni ko'rsam meni kechirasiz. U ikkala qo'li bilan sochimni changallab shunday tortdiki, og'riqdan dodlab yubordim. Ko'zlaringizdan yosh chiqib ketdi, dedi u sochimni qo'yib yuborib. Demak, hammasi joyida. Kechirasiz, ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydi. Chunki bizni 2 marta parik kiyib kelib, yana bir marta sochini bo'yab kelib aldashgan. Bizga ba'zilarning shunday vijdonsizlarcha ishlatgan hiylai nayranglarini aytib berishim kerakki, odamlarga nisbatan nafratingiz oshib ketadi. U deraza oldiga borib, bo'sh o'rin band qilinganligini qichqirib aytdi. Pastdan oh-voh o'kinch sadolari eshitildi. Xaloyiq har tomonga tarqalib ketdi. Tez orada bu atrofda meni yollatgan haligi odam bilan ikkovimizdan boshqa malla qolmadi. Mening otim Mr. Dunkus Ross, dedi u. Men ham saxovatli vali ne'matimiz qoldirgan o'sha fonddan nafaqa olaman. Siz uylanganmisiz, Mr. Wilson? Oilangiz bormi? Men befarzand so'qqabosh odam ekanligimni aytdim. Uning chehrasida qayg'u izlari ko'rindi. Yo Rabbi, dedi u tundlik bilan. Axir bu juda ham jiddiy to'siq-ku. Afsuslar bo'lsinki, siz uylanmagan ekansiz. Fond mallalarni boqish uchungina emas, ularning nasl nasabini ko'paytirib, tarqatish uchun barpo qilingan edi. Afsus, bo'ydoq ekansizda. Bu so'zlarni eshitarkanman, tarvuzim qo'ltig'imdan tushib ketdi. Mr. Holmes, nega desangiz, meni olishmas ekan deb xavotirga tushib qoldim. Ammo u o'ylab ko'rib, yo'lini topishini aytdi. Sizdan boshqa har qanday odam bo'lganda ham qoidadan chekinmasdik. Ammo shunday sochi bor odamni qo'llab-quvvatlash mumkin. Yangi vazifangizni qachondan e'tiboran ado eta boshlashingiz mumkin?
Bu biroz mushkulroq, chunki men boshqa bir muassasada bandman, dedim. Bunisidan tashvishlanmang, Mr. Wilson, dedi Vinsent Spolding. U ishni sizsiz o'zim ham eplayveraman. Bu yerda qaysi soatlarda band bo'laman, deb so'radim men. 10dan 2gacha. Bo'nak kastalarida asosiy ish kechqurunlari, ayniqsa maosh berilishi arafasida payshanba, juma kunlari bo'ladi. Shuning uchun uncha-muncha pul ishlasak chakki emas degan qarorga keldim. Qolaversa, yordamchim ishonchli odam, kerak bo'lganda bemalol o'rnimda ishlayveradi. Bu soatlar menga to'g'ri keladi, dedim. Qanday maosh to'laysizlar o'zi? Haftasiga 4 funt. Qiladigan ishim nimadan iborat bo'ladi? Muayyan ishdan iborat bo'ladi. Muayyan ish deganingiz nima? Ish vaqtida siz idoramizda yoki aqalli idoramiz joylashgan binoda bo'lishingiz kerak. Bordi-yu, biron marta ish vaqtida ketib qolarkansiz, bu xizmatdan umrbod mahrum bo'lasiz. Vasiyat qiluvchi ayniqsa shu moddaga qattiq rioya qilishni talab etgan. Agar biron marta ish vaqtida idoramizdan chiqib ketsangiz, talablarimizni bajarmagan hisoblanasiz. Agar gap kuniga 4 soat vaqt haqida ketayotgan bo'lsa, idoradan chiqib ketishni xayolimga ham keltirmayman, dedim. Shuni bilib qo'yingki, deb takrorladi Mr. Duncan Ross. Biz keyin hech qanday xavf o'tinchlaringizga quloq solmaymiz. Hech qanday kasal, hech qanday ish bahona bo'lolmaydi. Xizmat vaqtida idorada bo'lishingiz shart, bo'lmasa xizmatdan ketasiz. Ishim nimadan iborat bo'ladi? Siz Britaniya qomusini ko'chirib yozasiz. Birinchi tomi mana shu shkafda. Siyoh, patqalam, qog'oz bilan bosma qog'ozni o'zingiz olib kelasiz. Biz esa sizga stol bilan gul beramiz. Ertadan ish boshlay olasizmi? Albatta, deb javob berdim. Unday bo'lsa xayr, Mr. Jabez Wilson. Shunday yaxshi o'rinni egallashga muvaffaq bo'lganingiz bilan sizni yana bir marta tabriklashga ruxsat eting. U menga bosh silkidi. Xonadan chiqib, omadim kelgan quvongancha yordamchim bilan uyga qarab jo'nadim. Men bu hodisa haqida uzuk kun o'yladim. Kechga borib hafsalam pir bo'la yozdi. Chunki miyamga bu ishlarning hammasi shunchaki bir qalloblik bo'lsa kerak degan fikr keldi. Ammo bu tadbirdan maqsad nima ekanligini o'ylay sira tushuna olmadim. Shunday vasiyatnomaning borligiga, Britaniya qomusini ko'chirib yozishga odamlar shu qadar ko'p pul to'lashga rozi ekanligiga aql bovar qilmasdi. Vinsent Spolding jon dili bilan menga dalda berishga urinardi, ammo men yotganimda bu ishdan voz kechishga qat'iy qaror qildim. Biroq ertalab miyamga har ehtimolga qarshi u yerga bir borib ko'raychi degan fikr keldi. Bir penniga siyoh sotib olib, g'oz pati bilan 7 taxta katta qog'ozni ko'tarib, Pops Courtga jo'nadim. Taajjubki, u yerda hamma ishlar joyida edi. Juda sevinib ketdim. Stol ishlashim uchun tayyor qilib qo'yilgan. Mr. Duncan Ross meni kutib turgan ekan. U menga A harfidan boshlashni buyurib chiqib ketdi. Ammo vaqti bilan idoraga qaytib kirib ishlamayotganimdan xabar olib turardi. Soat 2da u men bilan xayrlasharkan, shuncha ko'p ko'chirib yozganimni maqtadi-da, orqamdan idoraning eshigini berkitib oldi. Kunlar shu yo'sinda o'taverdi, Mr. Holmes. Shanba kuni xo'jayinim stolga bir haftalik haqqim
4 ta oltin suverenni olib kelib qo'ydi. Ikkinchi hafta ham shunday o'tdi. 3-hafta ham. Men u yerga har kuni roppa-rosa 10 da borib, roppa-rosa 2 da qaytardim. Bora-bora Mr. Duncan Ross idoraga faqat ertalablari kiradigan, keyinroq esa mutlaqo kirmaydigan bo'lib qoldi. Shunga qaramay, tabiiy men xonadan bir daqiqaga ham chiqishga jur'at qila olmasdim. Chunki uning kelmasligiga amin emasdim. Shunday foydali ishdan ajralib qolishdan qo'rqardim ham. 8 hafta o'tdi. Men abbatlar, artilleriya, arxitektura, attika haqidagi maqolalarni ko'chirib, tez orada B harfiga o'taman deb umid qilgan ancha-muncha qog'oz sarf qilgan edim. Ko'chirib yozganlarim rafga arang sig'ardi. Ammo ishim birdan adoyi tamom bo'ldi qoldi. Tamom bo'ldi qoldi? Ha, ser. Bugun ertalab odatdagidek soat 10 da ishga borsam, eshik qulfloqliq. Unga bir parcha karton qoqib qo'yilibdi. Mana u o'zingiz o'qib ko'ring. U bizga qo'yin daftarchaning bir varaqchasi keladigan karton uzatdi. Kartonda quyidagi so'zlar yozilgan edi. Mallalar uyushmasi 1890-yil 9-oktyabrda tarqatib yuborildi. Sherlock Holmes ikkovimiz bu qisqa yozuvga ham, J.B.S. Wilsonning ma'yus qiyofasiga ham uzoq tikilib o'tirdik. Nihoyat o'zimizni tiya olmay qahqahlab yubordik. Buning hech kuladigan joyi yo'q, deya qichqirib o'rnidan sapchib turgan mijozimizning qizg'ish sochlarining taglarigacha qizarib ketdi. Agar siz yordam berish o'rniga mendan kulmoqchi bo'lsangiz, yordam so'rab boshqa odamga murojaat qilaman. Yo'q, deb xitob qildi Holmes uni yana kresloga o'tkazarkan. Sizning ishingizdan o'la qolsam ham voz kechmayman. Bu ishning yangiligidan dilim bahra oladi. Ammo uning meni kechirasiz har qalay qandaydir alomat jihati bor. Eshikka qoqib qo'yilgan bu yozuvni topganingizdan keyin nima chora ko'rdingiz? Hangmang bo'lib qoldim, ser. Nima qilishimni bilmadim. Qo'shni idoralarning hammasiga kirib chiqdim, lekin u yerdagilarning birontasi ham hech narsa bilmas ekan. Nihoyat pastki qavatda yashaydigan uy egasining oldiga kirib, mallalar uyushmasiga nima bo'lganini bilmaysizmi deb so'radim. U bunaqa tashkilotni sira ham eshitmaganman deb javob berdi. Shundan keyin undan Mr. Duncan Ross kim bo'ladi deb so'radim. U bu ismni birinchi eshitishim deb javob berdi. Men 4-raqamli kvartirangizni ijaraga olgan jentlmenni aytyapman dedim. Mallani aytyapsizmi? Ha. Uning oti William Morris, u yurist. Joyimni vaqtincha ijaraga olgan edi. Uning doimiy idorasi remont qilinayotgan ekan. Kecha ko'chib ketdi. Uni qayerdan topsa bo'ladi? Doimiy idorasidan adresini tashlab ketgan mana. King Edward Street 17, Alvido Pavel Jomesining yaqinida. Men o'sha adresga qidirib bordim. Mr. Holmes, u yer yog'och oyoq ustaxonasi ekan. U yerdagilarning birontasi ham hech qachon na Mr. William Morrisning, na Mr. Duncan Rossning nomini eshitmagan ekan.